Assalomu alaykum. 2-sinf matematikasidan 141-dars 2 xonali sonni ko'paytirish. Yondosh mavzu sog'lom turmush tarzi. Taqsimot qonuni. Sanjar bilan Kamol ertalab 6 turdagi mashqlardan iborat sport mashg'ulotlarini bajardilar. Ularning har biridan Sanjar 10 tadan, Kamol esa 15 tadan harakatlarni bajardi. Bolalardan qaysi biri ko'proq harakatni bajardi? Matematik amallarni bajarmagan holda savolga qanday javob berish mumkin? Albatta, matematik savollarni javob bermasdan oldin 10 kichik 15 dan 15 marta Kamol bajargan bo'lsa, umumiy sonni hisoblagan holda Kamol ko'proq bajargan. Ya'ni 6 ni 10 ga ko'paytirsak Sanjar 60 marta bajargan, 6 ni 15 ga ko'paytirsak 90 marta Kamol bajargan. Diagrammada ham xuddi ana o'sha sizga ko'rsatilgan masalaning javobi shu yerda ko'rsatilgan. Foydali maslahat. Organizmni birdaniga ko'p sonli mashqlar bilan zo'riqtirmaslik kerak. Yuklamani asta-sekin orttirib borish kerak. Sizga bu maslahat. Ikkinchi, Akmalning kundalik mashg'ulotlaridagi 7 ta mashq qo'llarga va 8 ta mashq mushkullarga tegishli. Agar har bir mashqqa 3 minut sarflansa, mashg'ulotlar qancha vaqt davom etadi? Buni hozir sizlar bilan birgalikda bajaramiz. Ya'ni qo'llarga 3 minutdan 21 minut ketgan, muskullarga esa 8 martadan 24 minut ketgan. Biz tepadagi usulda bajarsak ham bo'ladi, pastdagi usulda ham bajarsak bo'ladi. Umumiysi 45 minut ketgan. 3-chi, to'g'ri to'rtburchakning asli bo'yi 10 cm ga teng. Uning eni 4 cm. Shu to'g'ri to'rtburchakni yasang, uning yuzini toping. 3-chi misol mana bunday bajarildi. Asli tomoni, ya'ni bo'yi 10 cm, eni esa 4 cm. Yuzini topish uchun biz enini bo'yiga ko'paytiramiz. Bo'ladi 40 kvadrat santimetrga teng bo'ladi. 4-chi, 15 ni 6 ga qanday ko'paytirish mumkin? Mana bu joyda 15 ni 6 ga ko'paytirish uchun biz 10 ta bo'lagini alohida va 5 ta bo'lagini alohida ko'paytirish bo'yicha o'rganib boramiz. Endi 15 ni 6 ga ko'paytirsak, birinchi 10 ni 6 ga ko'paytirib olamiz 60, 5 ni 6 ga ko'paytirib olamiz 30. 10 ga 60 ga 30 ni qo'shsak 90 hosil bo'ladi. 2 xonali sonni 1 xonali songa ko'paytirish uchun ko'paytirishning taqsimot qonunidan foydalanish mumkin. Ya'ni taqsimlash. Qarang, 15 ni ichida 10 va 5 bor. 10 ni 6 ga ko'paytiramiz, 5 ni 6 ga ko'paytiramiz. 10 ni 6 ga ko'paytirsak 60, 5 ni 6 ga ko'paytirsak 30 bo'ladi 90. Mana bu boshqatirma. Zanjirdagi qonuniyatni aniqlang. Navbatdagi soat qanday vaqtni ko'rsatadi? 12:00, 14:05, 17:15, 21:30. Siz buni hozir tushunib olasiz. Ya'ni 12:00 bilan 14:05 orasida 2 soat 5 minut bor. 14:05 bilan 17:15 orasida 3 soat 10 minut bor. 17:15 bilan 21:30 o'rtasida 4 soat 15 minut bor. Soatlar 1 soatga ko'payib turibdi. Xo'p, minutlar esa 5 minutga ko'payib turibdi. Ya'ni 12:00 bilan 14:05 o'rtasida 2 soat bor ekan 5 minut. 14:05 bilan 17:15 o'rtasida 3 soat bor ekan 10 minut. 17:15 bilan 21:30 da 4 soat 15 minut bor. Endi davom ettiramiz. 21:30 bilan davom ettirganda 02:50 ni o'rtasida 5 soat 21 minut bor. Endi 02:50 soat ichida bilan 9:00 o'rtasida 6 soat 25 minut bor. Biz buni mana
hisoblab topdik. Uyga vazifa 6-7 misol masala edi. Hisoblang. 27 ni ko'paytiramiz. 7 ga 45 ni 3 ga ko'paytiramiz. Biz uni taqsimot qonunidan foydalanamiz. 27 ni 7 ga ko'paytiramiz. Uning uchun biz 20 ni 7 ga ko'paytiramiz va 7 ni 7 ga ko'paytiramiz. 20 ni 7 ga ko'paytirsak 140, 140 ga qo'shamiz 49 ni 189. 45 ni 3 ga ko'paytiramiz, 40 ni 3 ga ko'paytiramiz va 5 ni 3 ga ko'paytiramiz. 135. 38 ko'paytirib 9, 30 ni 9 ga ko'paytiramiz va 8 ni 9 ga ko'paytiramiz. 370, 342 hosil bo'ldi. 55 ni 6 ga ko'paytiramiz. 50 ko'paytirib 6, qo'shuv 5 ko'paytirib 6. 350 ni 6 ga ko'paytirsak 300, 5 ni 6 ga ko'paytirsak 30, 330 hosil bo'ldi. 7-masala. Stomatologlar maktab o'quvchilari bilan uchrashdilar va tishlarining salomatligi haqida suhbat o'tkazdilar. Shundan keyin o'quvchilarga har biriga bir tubik tish pastasi va 3 tadan tish cho'tkasi bo'lgan jamlanma sovg'a qildilar. Agar sinfda 32 nafar o'quvchi bo'lsa, stomatologlar o'quvchilarga hammasi bo'lib nechta tish cho'tkasi sovg'a qilishgan. Masalaga shart tuzamiz va bajarib qo'yamiz. Mana o'sha masala ishlandi. 32 o'quvchiga bittadan tish pastasi bersa 32 ta tish pastasi beradi. 32 o'quvchiga 3 tadan har qaysiga berilsa bo'ladi 96 ta tish cho'tkasi. Uning uchun 32 ni 3 ga ko'paytiramiz, ya'ni taqsimot qonunidan foydalanib 30 ni 3 ga ko'paytiramiz va 2 ni 3 ga ko'paytiramiz. 30 ni 3 ga ko'paytirsak 90, 3 ni 2 ga ko'paytirsak 6 qo'shgan edik, 96 ta cho'tka bolalarga berilgan. Hurmatli mening aziz o'quvchilarim, mana bugungi 141-dars shulardan iborat edi. Biz endi bundan buyog'i 2 xonali sonlarni ko'paytirishlarini bundanda kuchliroq tarzda o'rganib boramiz. Keyingi dars agar yetib borish uchun albatta obuna bo'lib qo'ying. Xayr mening azizlarim.